Mana akalar 2021 sal yil yaxshiroq bo'lgan variant ekan. Variantga yozib qo'yishibdi. Ko'rishingiz mumkin. 185 ming probeg bosib o'tgan, magnitofonlari bor. Zavodskiy chexollarda polilari bor. Balonlari ham 80% bo'lib turibdi. Kraskasi toza deyapsiz aka? Kraskalar toza ekan. Mouse korobka, motor, ходовой hamma yo'q, chiki zo'r deyishyapti mana. Tonirovkasiz bo'lsa ham mazza qayda yuraman deganlarga, mana zavodskiy qilib yuraman deganlarga. Topib ko'rasizlar. Aka nech pul deyapsiz uni? Qarangda boshiga 2000 bo'lsa, boshiga 2000 bo'lsa, Xitoyga qolgan variant beraman. O'shanda oxirida beraveradi. Ha, 1 yilgacha beraverasiz yo? Yo'q, uzog'i yangi yilgacha beraman. Ha, uzog'i yangi yilgacha. Shu yilning oxirigacha variant qilsa bo'ladi. 2000 puli borga. Boshiga 2000 bilan kelasizlar. Akam variantga berish ekan. Hech qanaqa banklar aralashmaydi. Aka nomeringizni aytaverasiz. Ha, bo'ldi, ko'rib olaman. 97lik 214 7909 shu nomerlarga aloqaga chiqasizlar, akam bilan gaplashib olaverasizlar. Akalar, sizlarga mana 2020dan yil yangiroqdan, ammo lekin tiniq ekan, bir boshqacha ishlanglar mumkin. 2020-yil. Ajoyib, unaqa narsalar qo'yib qo'yilgan ekan chekkalariga. O'tali shabada kirmasingan. Shunkalar ham, shunka qilinmagan ekan. Og'irroq ekan eshiklar. Unaqa uncholi sinlarga havo aylantiradiganlar bor ekan, chexollari bor ekan, polilari bor ekan. 108 ming kilometr bosib o'tgan, ko'rishingiz mumkin. Balonlar yana sveji, yangi balonlar ekan. Jon, kraskasi bormi yo'qmi buni? Ha, toza mashina yana. Kraskalari yo'q, shunaqa radnoydan qidirib yurganlarga olib qoldi, butun deganlarga. Bu metandami? Ha, metanda harakatlanadi. Metan benzinda harakatlanadi mashina. Mashina ham o'zi boshqacha bo'lib turibdi, tikkaroq bo'lib turibdi. Jon, nech pul deyapsizlar buni? Sal kelishtirib aytavering, u 5000 qancha deyapsiz? 5800. Ha, to'g'riga qo'yib yuboraveraylik 5 ga. Ha, 5800 deyishyapti, oladiganlar, ras hali ko'nglida bor, puli borlar telefon qilsin. 5800 dan kam bor deyishyapti. Nomeringizni aytaverasiz-ku? 94lik 135 18 35 31. Variantga bo'lmaydi, faqat naqd. Bo'ldi. Akalar, mana shunaqa oldi cho'chqamasidan so'ragan, qidirib yurganlarga, asal arzonroqdan qidirib yurganlarga yili 2000-yil ekan. Qarorlari ham 50% bor ekan. Yurganini 525 ming probeg bosib o'tgan ekan, chexollari bor. Ko'rishingiz mumkin. Kraskalar nima deyapti aka? Qayda bor? Ha, 50 kraskasi mana 50 ekan. Ko'rishingiz mumkin. Stallon rangda. Narxi arzonroqmi? Oxirigacha ko'rib tursalar, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ysalar, arzonlarni chiqarib turamiz. Aka, motor, korobka, mouse, ходовой. Motor 1 gram yog' yeydi. Motor, korobka, mouse, ходовой. Ishi yo'q deyapti. Mouseda ham ovozi yo'q ekan. Qaraganda, yaxshi, mouseda ovoz bo'lmas. Aka, nech pul? Buni bo'lari 1500 ga kelaversinmi? Kelaversin. 1500 ga. Ha, variant bo'lmaydi, faqat naqd puli borlar. 1500 ga berib yuboraman deyishyapti. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Keyin so'raysizlarmi? Onlayn daverni so'raysizlarmi? Bo'laveradi. Nomiga o'tkazishga ham bor. Aka, nomeringizni aytib yuboringmi? 97lik 507 5482. Bo'ldi aka. Akalar, mana ko'rib turganlaringdek, o'zimiz ham talashib tortishib sizlar uchun jon kutyapmiz. Bitta like bosib obuna bo'linglar. Arzon, bozorda o'zimiz arzon qilyapmiz. Xolos, egalari xizmat etishyapti. Biz lekin talashib tortishib unaqa kirmaydi, aka deb arzon qilib yuboryapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Balonlarga ham 30-40% bor ekan. Bosib o'tgan probega 600 ming probeg bosib o'tgan. Chexollari bor, polilari bor. Ammo lekin qanaqa holatda bo'lib turibdi mashina. Hozir kraskalarni bir qator so'rab yuboraman. Mana kraskalarni so'raymiz hozir. Qanaqa? Men materialga kelib olyapman bunaqa mashinalar. Aka, kraskalar qanaqa buni? Petnolar bor edi. Petno bor, kraska bo'lmagan lekin, shu petno hisobiga bunday sekin og'izdirib qo'yilgan. Ha, bir 10% deb qo'ysak ham bo'laverar ekan. 10% ekan, mana petnoni hisobiga bor deyishar, o'zlaring eshitib turganlaringda.
Yani asosiysi bu mashinaning narxini hozir egalari 2,5 ming deyishyapti turadi. 2300 qilib beravering aka, kami bor qilib beravering desam 2300 qo'yavering deyishyapti. Endi aloqaga chiqib gaplashib olasizlar. Hozir nomerlarini aytib boraman men sizlarga. So'raymiz nomerlarini. Aka nomeringiz nechi edi? 94lik 556 2007. Bo'ldi aka. Salomat bo'ling. Akalar mana sindirishda davom etyapmiz narxlarni. Ketay narxda bo'lib ketdi mashinalar. Qarab turinglar, hozir zo'r narx bo'ladi. Oxirida aytamiz, zo'r narxda. Mana 13 balonlarda diskalari ham 13 qalpaklari bor. Balonni 50%, 40% bo'lib turibdi. Motor qilib qo'yilgan. 169 ming probeg. Nimasi to'xtagan aka? Ha, probegiga ishonch yo'q ekan. Uni endi bu mashinalardan probeg so'rash shart emas. 98-yillardan chexollari, polilari bor xullas. Holat yaxshi. Ko'rishlar mumkin. Kraska qanaqa aka, fonni shekilli? 20-30% bor. Ha, kraska bor ekan, 20-30% bor deyishyapti. Narxi ham arzon, ancha arzon. Dehqonchilikka rosa haydaydigan mashina. Oddiy skuterni puli narxi bo'lib qo'yapti hozir. Ko'rib turinglar. Aka, moz korobka, motor ходовой. Hamma yo'q tiniq. Ha, moz korobka, motor ходовой, hamma yo'q tiniq ekan. Qanday bu arzon bo'lishi mumkin? Bosib oringlar, tayyor. Kelib qoldi. Kerakda. Pul bo'shatishga bergan, pul zarillagan ekan. O'shaning uchun talashasizlar telefon qilib. Aka, nomeringizni aytib berasiz? 94lik 94lik 062 062 62 11. 62 11. Narxiga keladigan narxi bu mashinani 1500 deyishyapti. 1500 bo'lishi. 1500 bo'lishi ekan, lekin yana bir kelishib ko'rasizlar, bilmadim yana. Ammo ancha arzon 1500 ga. Menimcha bozorda yo'q bo'lsa kerak bunaqa 1500 ga damas yo'q bo'lsa kerak. Liniyada ekan 250 ming pul topishyapti ekan. O'zi 3-4 oy ishlasa, o'zi mashina puli chiqadi ekan. Akalar, mana yer bilan yakson qilishda davom etyapmiz. 2020-yil ekan. Hozir oxirida aytaman. Narxi ham arzon. 2020-yil. Ko'rishinglar mumkin, balonlari ham mana bir 60-70% bo'lib turibdi. 5 dan tushib beramiz. 186 ming probeg bosib o'tgan. Bo'ldi aka. Ko'rishinglar mumkin. Mashina orqa oldi butun deyishyapti. Zo'r holatda bo'lib turibdi. Kraskalar qanaqa ekan aka? Kraskasi toza ekan mana. Ham toza, ham arzon. Shunaqa yaxshi mashina. Radnoy mashina qidirib yurganlarga 5000 kam bor deyapsiz aka. 5000 dan o'tib beradigan joyi bor ekan. Aloqaga chiqqanida 4,5 mingga berib yuboramiz bo'lishi deb turadi. 5000 kam bor deyapti. Aka, variantga ham eplasa bo'ladimi? Bir 2000 puli borga? 3000 puli bor. 3000 puli borga variantga ham eplasa bo'lar ekan. Qancha muddatga aka u? 1 yilgami yo 2 yilgami? 2 oyga. Ha, 2 oyga bo'lsa variantga eplasa bo'laver ekan. Nomeringizni aytib berasiz aka. 293 Nechilik? 90lik 293 6500. Akalar, mana arzon mashina qidirishda davom etyapmiz. Yer bilan bitta qilyapmiz narxlarda. Ko'rishlar mumkin, kepay narxda bo'lib ketyapti mashina. 2009-yil ekan. Aka, shu Qo'qonda bitaveradimi? Ha, Qo'qonda bitavergan. Hammadagi generalniy oferma hammasi onlayn domennis desalar, onlayn domennis ham qilib berishaverar ekan. Mana balonlari ham zo'r holatda, sveji, qurutday bo'lib turibdi. Orqa oldi pechat deyishyapti. Hozir kraskasi qanaqa ekan? Eshikda bor bo'ladi. Ha, bitta eshigida kraskasi bor ekan. Qaysi nari tarafdan, bu tarafdan? Nari tarafda, bitta eshigida, shopir tarafda bor ekan. Kraskasi bor ekan. Chexollari bor, chexollari ham yaxshi holatda ekan, saqlangan shekilli. Xo'p, 145 ming probeg bosib o'tgan. Aka, bu 145 ming halolmi yo to'xtaganmi? Egasi shu haloli pok degan. Ha, 145 ming halol ekan. Ko'rishinglar mumkin. Soatda, ammo lekin bu holatga narxi arzon. Asa bosib oladigan joyi keldi. Bosib olish kerak. 2700 dan kami bor deyishyapti. 2700 kami bor, o'tib beraman deyishyapti. Dokumentda muammo bo'lmaydi deyishyapti. Ha, mana shu eshikda bor ekan, mana. Ko'rishinglar mumkin. Shpaklovkasiga olib qo'ygan joyi bor ekan. 500 ming bilan bitadi.
Oldi holatlari ham boshqa mana bunaqa chiroqlar moslab qo'yilgan ekan, ko'rishingiz mumkin. Aka nomeringizni aytib yuboring. 91lik 660 660 48 48 06. 06. Bo'ldi aka. Mana akalar 2015 dan qidirganlarga mana Olqog'idan bitta eshikda kraska shu oldi shopir eshikda kraska etbetda bor deyishyapti. Qolgan joyi radnoy ekan. Ko'rishingiz mumkin. 399 ming probeg bosib o'tgan. Signallari yaxshi, chexollari bor. Ko'rishingiz mumkin. Balonlari ham 50-60% bo'lib turibdi. Orqa holatlari ham yaxshi. Ichiga chexollar tortib qo'yilgan ekan. Tomida ham chexollari bor ekan. Motor korobka moz xodovoylari zo'r ekan. Motor korobka moz xodovoylari zo'r ekan. Super ishlab chiqarilgan, mana superidan. Mabodo ali super menimaniga uzar deganlarga superidan Sarvar obzorga obuna bo'lib, like'larga bosib tursanglar, mana shunaqa chotki tiniq mashinalar chiqarib turishga harakat qilamiz. Aka narxini to'layam dedingizmi? 4200 kam bor. Ha, 4200 kam bor ekan. Variantga ham iloji bormi? Ha, bir 2000 puli bor kelaversin-a. 2000 puli borlar, kelaversin, variantga ham pul beraman deyishyapti. Aka nomeringizni aytib yuborasiz aka. 90lik 90. Yelpavoylar bo'ylar ham bosilgan ekan, uni ham ko'ryapman. 859 94. Akalar mana metan qo'yilmagan benzindan, faqat benzindan minaman deganlarga 2024 ekan, yil ham yangi ekan. Ko'rishinglar mumkin. Holati yaxshi. 2024-yil ekan. Balonlari ham mana quribdi, yangiday bo'lib turibdi, yangi holatda. Balonlari ham pul bo'shatishga arzonroq beraveraman deyishyapti. Evakor polilari bor, chexollar qilib qo'yilgan, mana yaxshi holatda pardalarigacha bor ekan. 41 ming kilometr bosib o'tgan. Antiradorlari ham bor ekan, hozir so'rab ko'ramiz egasidan. Ulardan qo'shib berilarmikan, yo'qmikan bir bilib ko'ramiz. Anaqa barlarigacha bor ekan akalar, mana barlar bor. Jullar ham yuz qo'yinga. Mashina hamma tarafi orqa qanotlargacha shuncha qilingan ekan. Mana orqalaridan pollari bor. Mashina haqiqatan to'liq. Ko'rishingiz mumkin. Holati ideal. Shunaqa zo'radan qidirganlarga, faqat bezinni o'ziga haydab yuraman deganlarga, quchog'i. Aka, u antiradar ham qo'shib beriladimi? Ha, mashina qanday bo'lsa o'shanda ketadi. Shunda qo'shib berilgan o'sha antiradarlargacha. Aka, bu bo'lishi necha pul qilib berasiz? Sal kelishtirib aytavering. Arzonroq bo'lsa hali ketib qolyapti-da, tez sotilib ketib qolyapti. Hali chashtoq qartirib o'tiribsiz-da. 66 deyapsa bo'lishi. To'g'riga bo'lmaydimi? 66 deyishyapti. Yana bir aloqaga chiqib gaplashib olasizlar. Nomeringizni aytib yuborasiz aka. 94lik 02 1639. Bo'ldi aka. Mana akalar 2013-yil ekan, holati yaxshi holatda ekan. Gerpavoy laboylar, balonlari ham sveji holatda bo'lib turibdi ekan. Qurutday bo'lib. Ko'rishingiz mumkin, mana bunaqa yostiqchalar tashab qo'yilgan ekan, evakor polilar. 197 ming probeg bosib o'tgan. Holatlari ham yaxshi shekilli. Shuncha bo'lgan ekan aka. Shuncha bo'lgan ekan. Fondi shuncha bo'lgan ekan. Mana orqalari ham polilar bor. Lekin kraskalar qanaqa buni? Ha, kraskasi toza ekan. Kraskalar toza deyishyapti. Oqolda udar yo'q, pechatli mashina ekan. Korobka moz, motor xodovoylari zo'r-a? Korobka moz, motor xodovoy zo'r ekan akalar. Ishga tayyor mashina ekan. Ko'rishingiz mumkin. Radnoy mashina ekan. 2013 qoyil ekan. Radnoy saqlab yurishganiga. Shunday ekan. 5000 kami bor ekan. Aka, variantga ham iloji bo'ladimi? Ha, faqat narxga sotiladi. Faqat narxga sotilar ekan. Nomeringizni aytib yuborasiz aka. 77lik
529 0776 bo'ldi aka. Aloqaga chiqib gaplashib olaverasizlar egalarini joylab qo'yamiz pastga.